Do'stlar, ko'pchilik so'rayapti, Zubayr dadasi nima qilyapti, Zubayr dadasi qani degan savollarga. Mana Zubayr dadasi. Zubayr dadasi mana shunday suvlardan, soylardan qidirishda davom etmoqda. Do'stlar, bizni ko'proq qo'llab-quvvatlang, repost qiling. Zero internetga kirmaydigan, chekka-chekka Sariosiyoning olis hududdagi insonlar ko'rmayotgan bo'lishi mumkin. Shularga yetib borsin. Balkim shu Zubayrjon o'sha tomondadir, kimdir adashib olib ketib o'sha yerga tashlab ketgan bo'lishi mumkin. Xudo xolasa repost qilib bizni qo'llab-quvvatlang. Inshaalloh Zubayrjon sog'-salomat topiladi degan umiddamiz. Mana shunday soy kechib Zubayr dadasi izlashda davom etmoqda. Suv ham juda muzdek. Bola nariroqda yo'qolgan. Mana shu toshlar ham sel olib kelgan. Sel oqizib kelgan toshlar. İzlashlar davom etmoqda. Do'stlar, Xudo xolasa bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Inshaalloh topiladi degan umiddamiz. Har bitta toshlarni mana shunday ko'rib, taglari bilan biror bir belgisi bormi, yo'qmi? Do'stlar, ko'proq tarqatingizlar, keng tarqalishiga yordam beringizlar. Inshaalloh yangilik bo'lib Zubayrjon topilib qolsin.